bir necha holatlarda qizlar homilador bo'lgan. Farzandim haqida, bu tug'ilgan farzand haqida men o'ylayman, pulga uchadigan qiz. Chunki uni aldash oson, mana shu ideal shu narsa. Turmush o'rtog'ingiz bor va sizni boshqa qizlar bilan baribir to'xtatganingiz yo'q gaplashdi. Yo'q. Qizlarni tajriba qildim, qo'pol qilib gapirganda. Maskangizni yechasizmi? Albatta. Babnik odam o'zi aslida qanday inson? Bir vaqtning o'zida ko'plab qizlar bilan yozishadigan, munosabat boshlaydigan yoki har bir imkoniyatdan foydalanib hissiyot o'yinlarini o'ynaydigan odamni xalq orasida babnik deb atashadi. Bu odatmi, ruhiy holatmi yoki e'tiborga chanqoqlikmi? Bugun men 500 ta qiz bilan munosabat qilgan yigitdan intervyu olaman. U nega bu yo'lni tanladi? Balki bu kasallikka aylangan odatdir. Shu savollarga birga javob topamiz. Va iltimos menga obuna bo'ling, siz uchun noodatiy real hayotdan olingan qiziqarli kontentlar qilishni davom etaman. Do'stlar, mana o'sha inson 500 ta qiz bilan gaplashgan inson. Siz bilan tanishganimga xursandman. Biror assalomu alaykum. Intervyu berishga rozi bo'lganingizga kattakon rahmat. O'zi menimcha hech kim rozi bo'lmasdi bu narsani. O'zi nima sababdan rozi bo'ldingiz? To'g'risini aytsam, menga o'xshagan bolalar ham bor. Menga o'xshagan erkaklar, yigitlar ham bor. Bular ko'pchilik qizlarni aldab, yo'ldan urib, ko'pchilik qizlarning taqdirini, kelajagini buzayotganlari uchun, men shu narsani tushunib berganim uchun, lekin ba'zi bir yigitlar, ba'zi erkaklar shu narsani tushunib yetmagani uchun, shu narsani to'xtatish evaziga, shu narsani to'xtatish uchun, shunga hissa qo'shish uchun men hozir shu narsani aytib bermoqchiman. Ha, ibrat bo'lsin. Ibrat bo'lsin. Lekin qarang, 500 ta qiz bilan gaplashish bu nerealda. Ya'ni juda g'alati. Siz 500 ta qiz bilan rostdan ham munosabat qilganmisiz yoki salom qalaysan, yaxshimisan degandaqami yo'q? Masalan, sevishib gaplashganmisiz? Har bittasi bilan munosabat qilganman, bittasi bilan gaplashganman. Undan ko'piga borganman. Endi agar internetda degan sanaqa holat bo'lsa kerak, lekin undan ham ko'p narsaga borganman. Juda ko'pchiligi bilan. Ko'pchilik o'yladi. Qizlar bilan gaplashdi, lekin siz mana 500 tasi bilan gaplashganman deyapsiz. Menimcha siz уже psixologiyasini ham yaxshi bilib olgansiz. Shu haqida gapirib bering. Juda ham ko'pchilik bilan men o'zi yoshlikda, men o'zi maktab paytida umuman gaplashmaganman. Maktabdan turib shunaqa menda travma bo'lgan, shu gaplashmaganman. Shunday qizlarni sevmaganman, to'g'risi juda ham tortinchoq bo'lganman. Qo'pol qilganda botanik bo'lganman. Maktabdan keyin baribir atmosfera o'zgaradi. Shundan keyin har bir qizga och ko'z bilan qarashni boshladi. Har bir qiz endi o'sha muammoyimni hal qilishlari kerak. Qizlarni tajriba qildim, qo'pol qilib gapirganda. Ya'ni ular yozib, mana bunaqa yozib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan, mana bunaqa yozib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan, mana bunaqa gapirsam rozi bo'larmikan, mana bunaqa gapirsam munosabat qilarmikan. Har xil yo'llarni qilib, ularni qaysi javob qanaqa va qanaqa manipulyatsiya qilishlariga men o'zi bilaman. Demak, siz o'zi qizlar bobida ekspert bo'lib ketgansiz. Ularda aksariyati mana misol uchun birorta qiz uchragan bo'lsa, xuddi shunaqa xarakterli 500 taning ichida ko'p uchraganlar bo'lganmi shunaqa? Bir-biriga o'xshashlik bormi xarakterda qizlarda? Aslida 80% deyotganim ko'pchiligi bir-biriga o'xshaydi. Ko'pchiligi pulga qiziqadi, ko'pchilik narsa qaras. Ularda bemalol aldab-suldab yo'lga so'zsiz bo'ladi. Pulga qiziqadigan qizlar bor, ya'ni ular hali oldin yotmagan, bokiradir balki, lekin pulga qiziqadi, pulga o'ch. Hayollari juda bo'lishi mumkin. O'sha pul bilan, narsa bilan, jin bilan, arzimagan jin bilan ishonchga kirib, aldab, yo'lga so'zsiz. Bu nimaga? Chunki demak, ular ko'pchiligi o'sha narsaga pulga qiziqqani uchun ular o'xshab ketadi. Ularning xarakteri o'xshab ketadi. Qizlar temperamenti bor, har xil temperamentga bo'ladi. O'g'il bola sifati bo'ladi, ya'ni qattiq xarakterli bo'ladi, lekin ularning ulomachisi bo'ladi. Nechtasini ulomach qilganman, o'g'il bola sifat xarakterlari ulomach qilganman. Yana shunaqa qizlar bor. O'ta ham biz picnic girl deymiz. Qanaqa? Picnic girl deydi. E'tibor talabchan bo'ladi. O'ta ham oshirib yuborishadi. Unaqalar endi ular sama собой ulomach qiladi, sama собой. Lekin eng mana shu osoni bu qaysi temperamentdagi qizlar bo'lgan. Bu aynan muammosi bor, dadasi tashlab ketgan,
qanaqadir muammolar bo'lgan bo'lsa shularga muammosi sherik bo'lib ularni eshitib shunaqa ishonchga kirib sindirganman. Qizlar bilan gaplashyapsiz a? Har doim bitta qiz bilan gaplashib turib, keyin u bilan tugatib keyingisiga o'tganmisiz? Yoki bitta qiz bilan gaplashib, undan tashqari yana 10 tasi bilan gaplashganmisiz? Одновременно juda ko'pchilik bilan gaplashganman, juda ham ko'pchilik bilan gaplashganman. Instagramda akkaunt ochib, Instagramda kuzatib borardim. Kim qanaqa muammosi bor so'zdan kuzatardim. Siqilgan so'zlar ko'rsam bilaman bu qiz meni azoblanyapti, faqat bunga sherigi ehtiyojli bor. Shunaqalar 3-4 tasini topa olardim. Har xiliga yozib, har xil mavzuda. Chunki agar bunaqa muammoli qizlarni bitta deb olsangiz, bir xil strategiya, bir xil ssenariyda ularga yozib xod qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun одновременно qo'limdan kelgan eplolmayman. Qarang, mening fikrimcha, bu sizni shuncha qilgan ishlaringiz va shu qiz bilan gaplashganingiz psixologik qandaydir bu kasallikmikin deb o'ylayapman. O'zingiz fikringiz qanday bu narsaga? Bu borada men psixologga ham uchraganman. Buni xuddi siz aytgandek, psixologik bu o'sha nima deydi, bo'linish deydimi? Ya'ni tushuntiraman, miyam tushunadi, ya'ni aqlim, zehnim tushuntiradi, что qilayotgan ishi noto'g'ri, lekin organizm xohlaydi. Ya'ni organizm shuni talab qiladi, miyamga bo'ysunmaydi. Buni psixologim aytgan, shu qanaqadir sizda shunaqa bo'linish bor. Ya'ni tushunib turasiz-ku, miyani yarmi tushunadi, lekin miyani yarmi unga bo'ysunmaydi degan narsani aytgan. Demak, siz как narkotik sifatida bu narsani xohlagansiz. Bu narsani xohlaganman. Hozir ham ba'zi narsa bo'ladi. Ha, siz qarang, hozirgi kungacha qizlar bilan gaplashib kelasizmi yoki to'xtatganmisiz? Hozir agar yo'q gaplashmayman desam, yolg'on bo'ladi, lekin nisbatan hozir sekin kamaytirganman. O'ta ham jiddiy mavzularga o'tmayman. Haligacha uylanmaganman desam noto'g'ri bo'ladi. Uylanganman. Demak, siz uylangansiz ham hozirgi kunda turmush o'rtog'ingiz bor va sizni boshqa qizlar bilan baribir to'xtatganingiz yo'q gaplashdi. Yo'q. Va qo'shimchasiga albatta tushunaman, bu narsa noto'g'ri, buni tushunib yetganman. Ikkinchi xotin, ya'ni любовница qilib ham uylanmoqchi bo'ldim. Bor, shunaqasi ham. Lekin shu darajada demak boshim devorga urilganki, men bu narsani demak qaytdim. Hurmatli tomoshabinlar, afsuski YouTube bizga umuman to'lov qilmaydi, pul topmaymiz YouTubedan, Instagramdan. Shuning uchun sizlardan bir iltimosim bor. Bizni proyektimizni qo'llab-quvvatlash uchun donat qilinglar. Xohlagancha summa shu kartalardan biriga to'lashingiz mumkin. 1000 so'mmi, 5000 mi, 10 mingmi farqi yo'q. Bu pullarni cho'ntagimizga olmaymiz. Proyektni rivojlantirish uchun kamera olamiz, mikrofon olamiz, boshqa studiyada qiziqarli kontentlar qilmoqchimiz. Maqsadimiz shu. Hozirgi kunda biz ikkita kameraga syomka qilyapmiz. Bu professional kamera emas, oddiy iPhone'da, mana petlichka mikrofonlarda. Maqsadimiz esa shu professional kameralarga o'tib, boshqa yaxshi studiyalarda syomka qilmoqchimiz va qiziqarli real hayotdan olingan va eng muhimi manfaatli videolar qilishni davom etmoqchimiz. Shuning uchun do'stlar, donat qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz va kontent qilishni davom etamiz. Shu munosabatlarda o'zi siz har doim nimani qidirgansiz? Muhabbatnimi, u insonni qandaydir sizga bo'lgan mehrinimi, aynan nimani izlagansiz shuncha qizlardan? Hech qaysi erkak kishi munosabatlarda muhabbat, men fikrimcha muhabbat, tushunish, birga bo'lish, qo'llab-quvvatlash shu narsa o'ylamaydi. Menimcha har bitta erkakda birinchi oliy maqsadi biz охотникlarmiz, ya'ni ovchimiz. Biz tabiatan ovchi bo'lganmiz. Biz oldindan va hozirgacha, hozir va keyin ham bu narsa to'xtamay hech qachon o'zgarmaydi. Erkaklar doim ayollarni, mana tushuntirsiz, faqat seks uchun birinchi o'rinda maqsad qo'yadi. Ya'ni uylangan odam ham bir umr bitta odam bilan o'sha o'ziga yoqqan odam bilan, ya'ni o'sha jinsiy aloqa qilish uchun tanlaydi, u bilan yashaydi. Va undan keyingi o'rinlarda boshqa masalalar, ya'ni turmush ro'zg'or degandek deb o'ylayman. Shuning uchun menda xuddi shunaqa narsa, ya'ni ular jinsiy o'zini qoniqtirish degan narsa bo'lgan.
Lekin nimaga u 500 ta bo'lib ketgan? Shuni balki 100 ta yoki 50 ta, 10 ta, 15 ta bilan ham bu narsani qondirsa bo'lardi-ku. Bu narsa manda qaysidir ma'noda ochlik desa bo'ladi. Ya'ni bittaga to'ymaslik, har xilni xohlash. Uylangandan keyin ishtaha ochilib ketadi. Bittasini ko'rasiz, ayolingiz o'sha ko'chada ko'rayotgan ba'zilar chiroyli jo'ssalardek chiroyli qizlarda demak funksiyasini bajarib bera olmasa, shalibon ularga qaraysiz, ularni kuzatasiz. Qarangda, shu 500 ta qiz bilan gaplashgansiz. Shu 500 tasini demak siz bilan gaplashgan bo'lsa, demak ular sizni sevgan. Sizni yaxshi ko'rishgan, to'g'rimi? Ularni orasida sevganlar, ularning orasida vaqtinchaliklar ham bo'lgan. Ya'ni ularning orasida yaxshi qizlar ham bo'lgan, ular orasida yomon qizlar ham bo'lgan. Biz hamma qizlarni yaxshi deya olmaymiz. Qizlar bolalar bilan gaplashishi, ularni puliga qiziqib gaplashishi yoki oddiy, soddagina qiz bilan gaplashishi albatta birinchi o'rinda men o'ylashimcha oilani tarbiyasidan deb o'ylayman. Aynan shu narsa menga imkoniyat yaratib berdi qizlar bilan aloqa chiqishga, ular bilan yaqindan munosabat bo'lishga. Shuncha qiz bilan gaplashdingiz, lekin rostdan ham hatto bittasini bo'lsa ham qattiq sevganmisiz yoki undan ko'pinimi? Qattiq sevish emas, dominatsiya bo'lgan, ya'ni u qizni boshqasi deyishni xohlamaganman, u qizni boshqasi bilan gaplashishni xohlamaganman. U qiz bilan men oxirigacha bo'lmasligini bilgandan keyin men u qizni oddiy tashlab qo'ymadim. U qiz shunda bildi meni maqsadim. Undan keyin u qiz men bilan to'xtadi. Lekin men uni orqasidan kuzatib bordim. Men uni kim bilan gaplashsa o'sha yigitiga o'sha biz tushgan yoki uni yalang'och rasmlarini yoki videolarini ko'rsatishni boshladim va uni yo'qotdim. Ya'ni shunaqa qilib qolgan raqobatdoshlarni yo'qotdim. Demak, siz uni qattiq yaxshi ko'rgansiz. Men yaxshi ko'rdim demayman, chunki hozir men gaplashmayman, lekin hozir xohlasam yozaman. Siz ularni, qizlarni aldab, ochiqchasiga aldab, ularni ishonchini qozonib, o'ylamaysizmi siz shu ishlaringiz bilan ko'nglini sindirganingizdan keyin u qizlar o'z joniga suiqasd qilishi mumkin deb o'ylamaysizmi? Qo'rqmaysizmi shu narsadan? Shu qizlar ichida ikkitasi o'z joniga qasd qilgan, lekin hozir ular tirik albatta, hayot. Tomirini kesishgan, boshqa qilishgan. Shu sevgini orqasida siz sababchi bo'lgan. Ya'ni o'sha men ulardan foydalanganligim o'zi tushunib ketishgandan keyin ular shu joniga qasd qilmoqchi bo'lishgan. Lekin men ularga tushuntirganman, hayot hali oldinda, men bilanmi boshqasi bilanmi. Endi ular yo'qotgan narsasi yo'qotgan, lekin men o'sha o'zim seriyani davom etganman. Qarang, shuning uchun ham biz shu videoni qilyapmiz. Qizlarga asosan ibrat bo'lsin. Hamma insonlarga ishonib ketmaslik kerak va bir marta yashaysiz, qanaqadir bir yigitni deb siz o'zingiz joningizga qasd qilmang. Mana o'zingiz eshityapsiz, qanaqa aldovlar bilan sizni aldashi mumkin insonlar. Do'stlar, bu videoga hech kim sponsor bo'lmagan, lekin men sizlarga bitta joy haqida gapirib bermoqchiman. Bu o'zimning joyim, bu Jabkor o'quv markazi va Jabkor Consulting. Bu joy Farg'ona shaharining markazida joylashgan. Bu yerda biz yapon tili, ingliz tili, koreys tilini o'rgatamiz, o'quv kurslari bor va undan tashqari istalgan davlatga o'qishga jo'natishimiz mumkin. Yaponiya bo'lishi mumkin, Koreya bo'lishi mumkin, Xitoy deysizmi, Turkiya deysizmi, konsalting xizmatlarimiz bor. Eng muhimi, unchalik qimmat emas. Boshqa konkurentlarimizning narxini bilamiz, unchalik qimmat emas. Shuning uchun siz mabodo chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga Jabkor yordam beradi. Telegramdan yozinglar. 500 ta qiz bilan munosabat qilgan yigit bilan intervyuni davom etamiz. Bekorga bu intervyu berganim yo'q. Shunaqa yigitlar bitta men emasman, ular juda ham ko'p. Faqatgina biz jamiyatimiz o'rtasida yashagan, har xil chiroyli yuzlar orasida yoki orqasida ular yashagan, chiroyli kiyimlar orasida, chiroyli mashinalar orqasida yashagan. Buyumlarga, narsalarga, mashinalarga ishonib qolmanglar. Odam ishlaring juda ham oson, juda ham oson. Men hozir berayotgan intervyum shu narsadan men o'zim afsusdaman. Bu men boshimni yegan va yedi. Shuning uchun bu narsani to'xtatish uchun, jamiyatni ko'zini ochish uchun shu narsani intervyu beryapman. Sizni fikringizcha ideal qiz o'zi qanday? Shuncha kechirmalarim davrida shu vaziyatgacha,
shu boshim devor tekkungacha bu chiroyli qomatli, go'zal, pulga uchadigan qiz. Chunki uni aldash oson, mana shu ideal shu narsa edi. Sizni idealingiz shunaqa. Mani idealim shunaqa edi. Hozirgi paytda esa qarashlarim bu idealizmga o'zgargan. Ya'ni hozir ideal qiz qanaqa bo'lishi kerak. Men umuman olganda to'g'ri charchaganman. Hozir qaysi qizga gaplasam qo'ymayman deydi. Chunki bilaman, что agar men dars ketadigan bo'lsam, men oxirigacha boraman, men yana bitta qizni, yana bitta taqdirni buzaman. Shuning uchun hozir ideal deb o'ylashga qo'rqaman даже. Ideal qo'rqsam o'zim uchun boshqa, demak, jirtonni, profilni yaratib olgan bo'laman o'zim uchun. Shuning uchun narsadan qo'rqaman, to'g'risi men qilmayman. Men bir narsaga tushunmayapman. Shuncha qiz sizni nimangizga uchgan? Men aytaman yana bir bor, men chiroyli aktyorman. Paytida quvnoq o'ynaganman, paytida jiddiy rolni o'ynaganman. Ba'zi qizlar jiddiy bo'lib qoladi. Bariton ovozda gapiradigan, qo'pol, soqolli bo'lib qoladi. Men soqol o'stirib, sochini kalta olib yurib, ba'zi qizlar yoqtirib yuradi. Bularda shu qiziqishlariga qarab, ko'rishiga qarab. Ba'zi qizlarga pul yoqadi. Qanaqa ko'rishingizni qaramasdan. Qanaqa pul sarflaysiz, qanaqa nimasini olib berasiz. Mana shunaqa qilib qizlarni ko'ngliga kirganman. Ba'zi qizlarga o'xshatgandek muammosi bo'ladi, o'shalarga psixolog bo'lish kerak. Siz demak psixolog bo'lib ketgansiz. Уже odamlarning ichiga kirib olib turib, nima desam, nima to'g'ri bo'ladi, hamma yo'lda bilib olgansiz. Xuddi shunaqa. Demak, uncha chiroyli bo'lmasa ham inson, siz psixolog bo'lsangiz, demak, bemalol qiz bilan gaplashish mumkin. Xuddi shunaqa. Shunday insonligingizni menimcha uydagilaringiz ham bilgan. Xabar topishgan menimcha. Baribir yetib borsa kerak, chunki bu 500 ta bu 5 ta degani emas-da. Yo'q, bunaqa emas. Men juda ehtiyotkorman. Uyda juda yaxshi o'g'ilman. Men o'zimni shaxsiy hayotimni hech kimga ochmaganman, hali hech kim bilmaydi. Har bir qiz bilan gaplashaman, har bir qizda albatta bitta yomon rasmni yoki birorta bir behayo rasmiy videosini o'zimga zaxiraga olib qo'yaman. Ertaga menga qarshi qo'llanilganda men bu narsani ko'rsataman. Ya'ni bu narsa men uchun anti himoya. Men bittaman emas. Ishonasizmi, bittaman emas. Men ko'p bolalar haqida gapira olaman. Biz faqat ular haqida bilmaymiz. Jamiyatimizda ular juda ham ko'p. Ular qiz bilan gaplashadi, videosini yoki rasmini olib qo'yadi. Ertaga boshqa ko'rsataman deb qo'rqitishda, shantajda ularni ishlatishadi. Bittaman emas. Shunchasi bilan gaplashib, shu narsani tushunib, boshim tegib endi aytayman shu narsani. Lekin ular hali aytmaydiganlar bor, tan olmaydiganlar bor. Sizdan bir maslahat so'ramoqchiman. O'zim maslahat so'rashga arziydigan inson ekansiz, 500 ta bilan gaplashgan ekansiz, lekin aslida o'zi qanday bo'lishi kerak? Inson kimdirni yaxshi ko'rib qoldimi birorta qizni, o'sha insonga harakat qilish kerak, o'sha insonga yetish kerak va o'sha yaxshi ko'rishini davom ettirib, bu inson bilan turmush qurish kerak, baxtli hayot kechirish kerak. Ko'p yoshlar, savolim berib oling. Ko'p yoshlar qo'rqishadi, yaxshi ko'rib qolishsa borishga qo'rqishadi. Shu bilan o'zini ichidagi narsalarni gapirib berishmaydi. Shularga siz iltimos maslahat bering. Qanday qilib yaxshi ko'rgan insonini o'ziga qaratish mumkin? Yoki bo'lmasam keyinchalik turmush qurish uchun qanday maslahatlar berasiz? Umuman olganda turmush qurishdan emas u, lekin o'sha birlamchi e'tiborni qaratish uchun ishlatilgan texnikalarni bilaman. Ularda albatta spetsialniy o'sha kitoblar o'rganganman. Aynan yolg'on gapirish san'ati. Bu uchun albatta juda ba'zi kitoblar o'qiganman va ularda ishlatganman. Va manipulyatsiya kuchlarini ishlatganman. Aynan ba'zi bir holatlarda manipulyatsiya bilan o'zingiznikini o'tkazish. Siz xohlayotgan narsani boshqasidan olish, manipulyatsiya qilib narsalarni. Birinchi e'tiborni olish va albatta qizni ko'ziga qarash emas, qiz tarafdan yelkasiga qarab turasiz. Agar siz birinchi marta ko'rdingiz, yoqtirdingiz, qizni yelkasiga qarab, yelkasiga nuqta qo'yasiz, o'shaga qarab turasiz. Qiz menga qarayapti deb bitta o'ylab, bitta qaraydi, keyin siz qizni ko'ziga qaraysiz, yelkasidan ko'zingizni qizni ko'ziga olasiz. Shunda qiz bilan ko'zlar chaqnashib bo'ladi. Birinchi nigohda qiz qiziqib qoladi. Ya'ni nimaga menga qarayapti? Birinchi qiziqish shundan paydo bo'ladi. Ikkinchi qiziqish yelkasidan ko'zingizni olganingizda, ko'zni ushlab gipnoz qilganingizda ozgina vaqtga o'shanda gipnoz bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda zarba bo'ladi va u qiz sizni eslab qoladi. U qiz sizni ikkinchi marta qarash uchun bu yetarli qadam bo'ladi. Siz qaramaysiz,
va ozmuncha vaqt o'tgandan keyin yana qizga tikilib turasiz. Qiz qarasa demak qiz sizga qiziqadi. O'sha bilan ko'zingizga qarashi bilanoq tabassum qilasiz. Qizda samo собой motivasiya yarish bo'ladi. Ya'ni bu birinchi qiziqish. Bu birinchi qiziqish. Odatda birdaniga harakat qilmayman. Asosiy kirlik bilan agar qiz u joyga ko'p kiradigan bo'lsa yoki u joyda ko'p turadigan bo'lsa, ko'p yuradigan bo'lsa, ana shu joyga yana ko'proq kelib turaman. Bo'lishi mumkin magazinlarda sotuvchi qizlar bo'lishi mumkin, restoranlardagi ofitsiantlar bo'lishi mumkin. Ko'p ofitsiantlar ma'noda ishdan ketgan, ko'p ofitsiantlar ma'noda hayotlari barbod qilgan, ochilgan. Yana shu yo'llar bilan. Endi ideal qizni qanaqa tanlash, qanaqa qiz bo'lishi kerak? Avvalo men tarbiyali deb qanaqadir bir qog'ozda gapirib yurmayman. Bo'ladigan gapni gapiraman. Avvalo qiz o'z oilaviy sirlarini hammaga ochmaydigan, psixologik kuchli va oilada yaxshi dalda olgan va yaxshi yordam olgan akasi yoki dadasi bo'lmagan taqdirda ham onasi tomonidan yaxshi tarbiya olgan bo'lsa, bundan tashqari pulga o'chmaslik kerak. Shu qizlarga pulga o'chganligi uchun ham har qanday qizni sotib olish mumkin ochiq gap hozirgi paytda. Hozirgi paytda har qanday pulga uchadigan qiz bu salkam fohisha. Ya'ni kim fohishaga ham pulni bersangiz qilasiz. Qizlarga ham pulni bersangiz baribir qilasiz. Ya'ni qizlar ham aynan o'sha narsaga aynan mana shu ideologiyani ular adashtirib qo'yish o'zlarining hayoti bilan. Shuning uchun hozir ko'p paytda shu pul uchadigan qizlar ko'pligi uchun ham aynan singan taqdirlardan juda ko'p. Agar qiz pulga uchmasdan o'zini qadrini bilib, ming kambag'al bo'ladi, ming pul bo'lsa, o'zini qadrini joyiga qo'ysa, tutilasa, haqiqiy munosabat, haqiqiy muhabbat nimaligi haqida u haqidagi bir fikri bo'lsa, undagina o'sha qiz ideal qiz hisoblanadi. Ana aynan o'sha qiz bilan keyinchalik sevishib, turmush qurish yarashadi, menimcha to'g'ri bo'ladi. Ana shunda ana shu qizga ishonasiz. U sizdan keyin boshqasiga qiziqmaydi. Sizdan keyin boshqasiga qaramaydi. Eng ideal qiz bu psixologiyasi kuchli qiz. Dunyoqarashi keng. Dunyoqarashi keng bo'ladi. Albatta o'ziga qaraydigan qiz. Lekin bitta narsa bir kam dunyo, o'ziga qaragan qiz bu doimo demak juda ham yaxshi qiz deb ayta olmaymiz. Ya'ni chalg'iydigan, aldanadigan qiz deya olmaymiz. Ya'ni kim o'sha o'ziga qaraydigan qiz, по-любому e'tibor talab istagan qiz bo'ladi. Shuning uchun u o'zi uchun emas, u aslida e'tibor uchun, e'tibor markazida bo'lish uchun. E'tibor markazi albatta ko'plab yigitlarni olib keladi. Ko'plab yigitlar esa unga ko'plab sovg'alar, ko'plab demak tariyalish degan tushuncha bor. Ba'zi qizlar bor. Birinchi uchrashuvga shu kafe restoranda o'tirishadi, ovqatlanishadi, qon to'yadi, ketadi, yana boshqasi shunaqa. Ya'ni shunaqa restoran ham ko'p. Siz uylanganman dedingiz. Siz ota-onangiz majburlaganidan uylanganmisiz yoki rostdan ham kimdirni sevib uylanganmisiz? Men aytganimdek o'sha uyda juda ham yaxshi o'g'ilman. Shu sababli o'g'limni kelajak uchun harakat qilaman deb shu ota-onalarim uchun, ota-onam uchun uylanganman. Ya'ni ular tanlagan uchun uylanganman. Va albatta tushunaman, xato qilganman. Albatta o'zim ham sevishim kerak, o'zim ham xohlashim kerak edi. Lekin bunday bo'lmagan. Lekin menda bunday bo'lmagan. Men o'ylaganman, men rozi bo'lganim sababli ham uylansam baribir o'zim o'sha hobbimni qilib yuraman deganman. O'sha qizlar bilan tanishib yuraman deganman. Bu narsa xalaq qilmaydi degan. Lekin hobbingiz qilyapsiz hozirgacha. Aytganingizdek haligacha qilyapsiz. Haligacha. Qarang, bu videoda tagida 150% hate bo'ladi. Bu narsaga tayyor turing. Lekin aytganimizdek, bu narsani boshqasi gapirmasdi, katta ehtimol bilan, to'g'rimi? Bu rostdan ham ibratli bo'lyapti. Asosan o'sha qizlarga aldanmaslik uchun. Shuning uchun foydali bo'lyapti. Hate yozasizlar aniq. Endi bu narsani to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Hate asosiy masala emas, asosiy masala bu o'sha jamiyatdagi qizlarimiz shu tushunib yetishlari uchun va ana shu xatarlar borligini ham tushunib yetishlari uchun demak asosiy bir qadam bo'ladigan bittaman. Qarang, siz turmush o'rtog'ingiz shu hobbilaringiz borligini sezganmi? Sezgan, lekin majburlanmay yashayapti.
man aytishim kerakki, ideal sherikman. Shuning uchun ba'zida nolimaydi ham. Lekin juda ham tez erishishim hisobiga tez xotinimdan o'zi erishib qolaman. Bir 10 kunlar boshqasi bilan gaplashaman. Bo'lishi mumkin, boshqasi bilan yotishi mumkin. Bilaman, noto'g'ri bilaman, lekin shu narsani qilaman bari. Kelajakda nima qilmoqchisiz? Turmush o'rtog'ingiz bilan oxirigacha bo'lasizmi shu muammolarga qaramasdan? Kelajagim qanaqaligini bilmayman, to'g'risini aytsam. Aynan bu mana o'sha gaplashgan qizlarim bilan mana munosabatim hozirgi davrga bog'liq. Hozirgi paytda aynan juda ham ko'pchilik meni taniydi. Juda ko'pchilik bir bilan dugona bo'lgan eshitadi, lekin baribir aldanadi. Baribir aldanadi. Shu munosabati bilan boshqa shaharga ko'chib ketmoqchiman. Boshqa davlatgami yoki boshqa shahargami? Ya'ni boshqa davlatga. Boshqa davlatga. Boshqa davlatga ko'chmoqchiman. Boshqa davlat hayotim boshqatdan boshlamoqchiman. Qaysi davlatga ketmoqchisiz? Hozir Turkiya yoki Qozog'istonga. Shu joyda bitta narsani aytmoqchiman. Turkiyadagi va Qozog'istondagi qizlar ehtiyot bo'lasizlar. Davom eting. Turkiya yoki Qozog'istonda boshqatdan hayotimni boshlamoqchiman, iloji bo'lsa. Mana shu travmalarimdan yiroqda bo'lib, aynan shu hayotimni noldan boshqatdan tiklamoqchiman. Bu hobbingizdan voz kechmoqchisiz. Bu hobbimdan voz kechib, nihoyat o'zimni yaxshi ko'rganim bilan bittasiga uylanib, yashab, bir umr demak garmoniyada yashashni xohlayman. Nima deb o'ylaysiz? Necha foiz bu narsani uddalaysiz? Hozircha foiz haqida bir narsa deya olmayman, lekin bu narsani qilmasam, albatta bir umr oshlanishi bilan, shuning uchun juda ham qattiq harakat qilaman. Tasavvur qiling, 18 yoshli o'zingizga nima degan bo'lardingiz? o'n 18 yoshligimga qaytganimda o'sha iloji boricha shu demak yo'lga o'tmaslikka aslida bu narsani 17 yoshimda boshlaganman, taxminan 16-17 yoshimda boshlaganman. Ya'ni shu qizlarga qiziqish, jinsiy aloqa, jinsiy hayotga o'zi qiziqishim, как qaysidir ma'noda kasallik bo'lib o'zi menga orgazm yopishgan. Agar 18 yoshimga qaytganimda menimcha o'sha qilgan xatolarni qilmagan bo'lardim deb o'ylayman. Yana qaytadan qilib ko'rmasdim. Qilgan xatolarni qilmagan bo'lardim. Sababi juda ko'plab qizlarda taqdirini sindirdim, hayotlarini sindirdim. Juda ko'plab qizlarni bilaman, aynan men bilan munosabatdan keyin ikkinchi turmushga qurib, uchinchisiga tegdi, uchinchisidan to'rtinchisiga, ya'ni hayotlari sindi. Aynan mana deb bo'ldi. Bilib turibsiz nimaligini. Ko'pchiligi Dubayga ketdi, ko'pchiligi u yoqqa ketdi, kechasi restoranlar sari yuradigan bo'lib qolgan qizlar. Hatto yaxshi qizlar ham bo'lgan orasida. Shuning uchun men hozir gunohkorman. Aniq, menimcha aniq. Gunohkorman. Shu gunohlarimni yuvish imkoniyati bo'lganda yuvardim. Lekin o'sha qaytish imkoniyati bo'lganda undan birortasini qilmagan bo'lardim. Haligacha shuncha qiz yukini olib yuribman. Shuning uchun miyamda hammasini so'zlari, hammasini gaplari. Rostdan ham shuni so'ramoqchi edim. O'zi qanday uxlaysiz? Tushlaringizga kirib chiqmaydimi? Halovati yo'q. Halovati yo'q. Haqiqatda ko'zimni oldida o'tadi. Haqiqatda ko'zimni oldida o'tadi. Aynan turganimda ham ajoyib og'irlik bilan turaman. Uxlashda ham juda qiynalib uxlayman, ya'ni o'sha xayolimda hech narsa ketmaydi. Ertaga qaysisi bilan gaplashaman, qaysi qizga yana qarayman, qaysi qiz yana meni jerkdan olib qolishi mumkin. Mana shundan qo'rqib yashayman. Bolalarda ham sizga o'xshagan bolalar bor-da, mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Babnik bo'lish sizlarga hozir yoqishi mumkin, lekin sekin-sekin sizni qiynab, psixologически o'zingiz hattoki suiqasd qilishingizga ham olib kelishi mumkin. Siz shu haqida o'ylaganmisiz hech? Suiqasd haqida o'ylamaganman, chunki ko'proq o'sha egoistman. Bitta narsani tushuning, egoist, babniklar egoist bo'ladi. Shu egoist bo'lgani uchun ham ular bittasiga o'zini emas, ular ko'pchilikni xohlaydi. Ya'ni o'ziga ko'pchilikni xohlaydi. Bular ko'proq dominantlar, ko'proq o'sha shu kabi odamlar bo'ladi. Bular hech qachon deyarli meni fikrimcha suiqasd haqida men hayolim kelmagan uchun shuni aytyapman. Balkim boshqalarda bo'lar bu narsa. Lekin meni hayolimga narsa kelmagan. Hayotingiz davomida qanaqadir muammo bo'lmaganmi shuni orqasidan? Bo'lganda juda ko'p holatlarda, bir necha holatlarda qizlar homilador bo'lgan.
Ularda ba'zilari homilani dunyoga keltirgan, ba'zilariga man yo'l qo'ymaganman. Siz demak otasiz hozirgi kunda. Bo'lishi mumkin. O'zim bilmaysiz. Chunki juda ham ko'pchilik bilan munosabatni uzorganman, shuning uchun ular balkim o'zini hayotida balkim o'sha farzandni dunyoga keltirganlar. Lekin ba'zilarini bilaman, dunyoga keltirishga man qarshi bo'lganman. Ya'ni o'sha Demak, siz abort qildi ekansiz. abort qildirganman, har xil tabletkalar berganman, tabletkalardan nomini aytishim mumkin. Yo'q, shart emas. Yo demoqchiman, shunaqa tabletkalarda bolalar bersa ishonib qolmaydilar qizlar. Men shuncha intervyu olib, lekin hech qachon bunaqa ishlarim g'alati bo'lib ketmagan. Gaplarni eshitib, menimcha tomoshabinlarda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Mana bitta qiz bilan o'sha tabletka berganman, mazasi qochib qolgan, ancha vaqt davomida kasal bo'lgan, hech homila bo'lolmaydigan bo'lib qoldi, ya'ni homilador bo'lolmaydigan bo'lib qoldi qiz. Buni ota-onasi bilmaydi, lekin hozirgacha men xabardorman, haligacha eri tekkan, lekin farzandi yo'q. Juda ham ayanchli holat bo'lgan, men qizni ta'rini buzib qo'ygan, ya'ni o'zidan zurriyot qoldira olmaydi qiz. Tasavvur qiling, hozir qayerdadir bir farzand otasiz o'syapti, kimni dada deyishni bilmaydi. Bir qiz boladir, balki o'g'il boladir, balki ular bir nechtadir. Farzandim haqida, bu tug'ilgan farzand haqida men o'ylamayman, chunki men agar onasini qadrsizlagan bo'lsam, farzand qanday qadrsizlayman, даже bolamandan bo'lsa ham, chunki ular bilan na aloqam bor, na shu yurishim bor. Ular bilan boshqa ko'rishmaganman. Balkim ular boshqasi, o'chimda qilayotgandir, balkim o'sha otalik qilayotgandir. Lekin umuman qiziqmaganman, birortasi menga yozmagan. Endi aytdim-ku, qo'rqishadi, ko'pchilik qizlardan qo'rqadi, chunki ularda men aybim bor, menda o'sha qo'limda shunaqa ba'zi narsalar bor, ularni men ko'rsatsam, ular hayotni o'zgartirib yuborishim. Shu darajada shu uchun ham aynan ular menga qayta aloqa chiqmaydi, katta xato qilib chiqadi. Endi men nima qila olaman hozir? Hozir qiladigan ishim bu ogohlantirish va afsusdaligimni bildirish. Mana shu qizlarga ham afsusdaligimni bildirmoqchiman. Agar ko'rayotganlar orasida sizlar ham bo'lsanglar, men uzr so'rayman, balkim tanlagandirsizlar. Men kechirim so'rayman barchalardan. Rahmat. Endi bu ko'rsatuvimizning nomi Pinhona o'ylar. Aytilmaydigan o'sha qalbidagi gaplarni maska yordamida aytishadi. Mana xuddi shu ishni qilyapsiz siz hozir. Lekin menimcha katta ehtimol bilan sizga maskangizni yeching, xalq sizni ko'rsin desam, menimcha yo'q desangiz kerak, to'g'rimi? Men maskamni yechishga ham tayyorman. Agar shu bilan agar meni kechiradigan bo'lsanglar, aynan shu kim mendan aziyat chekkan bo'lsa, men shu bilan aybim yuvmoqchiman. Ro'shni. Siz demak, maskangizni yeching desam, hozir yechib butun tomoshabinlarga, xalqqa o'zingizni ko'rsating. Ertani o'ylaymizmi? Ko'chada yurganingizda menimcha Baribir prosmotr ko'p bo'lsa, gap prosmotr uchun emas. Men ushbu shouizdan keyin tinch yashamasligim mumkin, to'g'ri aytyapsiz. katta ehtimol bilan. Lekin shu bilan menimcha men siz topib kelgan sababi men juda ko'p shouizni ko'rdim. Sizga shuning uchun ham yozganman Instagramda. Shu joyda iltimos, sizlar ham biz Pinhona o'ylarda intervyu bermoqchi bo'lsanglar, ushbu raqamga Telegramdan yozishinglar mumkin. Endi hozirgi kunda bizga kim kerak? Qimor o'ynaydigan insonlar kerak. Qimorga kirib qolgan ancha yillardan beri shu haqida gapirib berish kerak va taksi haydovchi o'sha kasbida qanday g'alati holatlar bo'lib turadi, o'zi bu kasb qiyinmi, qiyin emasmi, o'sha Pinhona o'ylarini gapirib berish kerak bo'ladi. Shuning uchun yozinglar. Ketadigan bo'lsam, baribir boshqa davlatda hayotim boshlayman, O'zbekistonga qaytib kelmasam kerak hali beri. Shuning uchun balkim kechira olmaslar, lekin kim ko'rib turgan bo'lsa, meni kechiringlar. Maskangizni yechasizmi? Albatta. Eksklyuziv hech Pinhona o'ylarda bunaqa bo'lmaydi.